nima qilsam bo'lar ekan, kimga boray, qaysi doktorga boray deydiganlarga misol shunaqa yaxshi doktorlar tavsiya qilib aytamiz. Biz Qo'qonlikman. Shu 4 yil, 5 yildan shasiga shu Umidjonda davolanaman. Menda astma bronxit bor. Keyin ko'proq harakat qilib qo'ysam, ko'proq mehnat qilib qo'ysam, shu nafas yo'llarim jinday g'ijillab qoladi. Shunda yuraklarim charchab qoladi. Ko'p harakat qilib qo'ysam. Shu mana 4 yil, 5 yil bo'lgan bo'lsa, ilgari shu astma bronxit orqasidan men ko'p nima deydi? Gormon o'kinlarni ko'p olib qo'yganman. Shu gormondan chiqish uchun shu Umidjon bilan tanishib, shu orqali ancha gormondan xorij bo'ldim. Doktorlarga rahmat. Mana sharoitlari yaxshi, 3 mahal ovqat, issiq joylar. Xudoga shukr. Mana bugun kelganimga 5 kun bo'lgan bo'lsa, kelgan kunim nihoyatda holsiz bo'lib Qo'qondan keldim mashinada. Kelishim bilan o'kinlarni boshlashdi. Mana bugun 5 kun bo'lgan bo'lsa, mana hozir xiriplar yo'q, hansirash yo'q. Nafas yo'llarim yaxshi, yo'tallarim ancha kamib qoldi. Ancha yaxshiman, Allohga shukr. Nima qilsam bo'lar ekan, kimga boray, qaysi doktorga boray deydiganlarga misol shunaqa yaxshi doktorlar tavsiya qilib aytamiz.